Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, men sizlarga Ibrohim alayhissalom qissasini bir necha eshittirishda berdim. Men buni davom ettirmoqchiman. Sen ularni gapirmasligini yaxshi bilarding-ku. Anbiyo surasi 65-oyat. Ya'ni ey Ibrohim, bu sanamlar savolga javob qaytarmasligi, gapni eshitmasligini bilarding-ku. Qanday qilib bizni gapirmaydigan toshlardan so'rashga buyurmoqdasan? Ular ilohlarning ojizligiga iqror bo'lgach, haddan oshuvchilarning makri to'xtadi. Shu onda Ibrohim alayhissalomning hujjatga aniq va namoyon bo'ldi. Sog'lom mantiqni lozim qilib ularning nodonligini isbotladi. Ibrohim aytdi: agar Allohning qo'yib sizlarga biror foyda ham ziyon ham yetkaza olmaydigan narsalarga sig'inasizmi? Sizlarga ham Allohni qo'yib sig'inayotgan butlaringizga ham axir aql yurgizmaysizmi? Anbiyo surasi 66-67-oyatlar. Ular mag'lub bo'lib, holatlari fosh bo'lishidan qo'rqib kattalik qiladilar. Hujjat yoki shubha qolmagach, kuch bilan mag'lubiyatni yashirishga qasd qiladilar. Botil aqldalaridan qo'rqib shunday deydilar. Nomir boshligidagi mushriklar deydilar: uni yoqib yuboringiz. Agar biror narsa qiluvchi bo'lsangiz, shu ish bilan ilohlaringizga yordam qilingiz. Anbiyo surasi 68-oyat. Ibrohim alayhissalomning olovga tashlashi Ibrohim alayhissalomning qavmidagi mushriklar u zotga jazo berish uchun yoqib yuboruvchi bo'ldilar. Lekin qanday qilib yoqar edilar? Ilohning hurmatini to'kkanlik uchun jazo sifatida qalblaridagi hasad o'tiga tenglashadigan kuchli olovni u zotga yetkazish lozim edi. Ular har yondan o'tinlarni to'plab kelishdi. Buni ilohlariga hurmatlik, ma'lumotiga yaxshilik o'laroq qildilar. Hatto bir ayol kasal bo'lib qolsa, agar u tuzalsa, Ibrohim alayhissalomni yoqish uchun o'tin to'plashga nazr qilar edi. Ular bir muddat o'tin yig'ishdi. Hatto daraxt shoxlari qalashib to'planganlari uchun joylari tor bo'lib qoldi. Shu tariqa unga o't qaladilar. U alangani gurullab yonib ketdi. Alanga yuqori ko'tarildi. So'ng Ibrohim alayhissalomni bog'lab gulxan ichiga otdilar. Lekin u zot Alloh taolo rioyasi va himoyasida edi. Shunda Rabbini nido qildi. Biz aytdik: ey olov, Ibrohimga salqin va omonlik bo'l. Anbiyo surasi 69-oyat. O'zining bandasi va rasuli Ibrohim alayhissalomni muhofaza qilishda Alloh taoloning buyuk mo'jizasi zohir bo'ldi. Alloh taolo ularning makrini o'zlariga qaytardi. Ular Ibrohimga makr qilmoqchi bo'ldilar. Biz esa ularning o'zlarini ko'proq ziyon qiluvchi qilib qo'ydik.
Anbiyo surasi 70-oyat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Davomini keyingi sonda bayon qilmoqchiman.